UK Asset kompaniyasi mijozlarga faqat tayyor uylarni taklif qilib qolmay, balki qurilish jarayonini har bir bosqichini ham to'liq va shaffof tarzda yetkazib boradi. Biz uchun uyning nafaqat ko'rinishi, balki uning mustahkamligi va ishonchliligi muhim hisoblanadi. Hozirda Chino Residence loyihamizda faol qurilish ishlari olib borilyapti. Ayni paytda fasad qismini termoizolyatsiya ishlari amalga oshirilyapti. Tashqi devorlar bazalt asosida issiq va sovuqdan himoyalanib, parkovka hududi bosqichma-bosqich bo'shatilib tartibga keltirilmoqda. Kanalizatsiya uchun kerakli hamma santexnika buyumlar olib kelingan. Ichki qurilish jarayonida esa xonalar gazoblok yordamida ajratilyapti. Hozirda bino 7-qavatgacha xonalari ajratilgan. Loyiha umumiy hisobda 12 qavatli zamonaviy turar joy majmuasidan iborat bo'lib, barcha ishlar belgilangan reja asosida davom etmoqda. Qurilish jarayonini o'z ko'zingiz bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. UK Asset. Mustahkam va ishonchli uylar.